Men Shahroni sevaman. Usiz menga hayot yo'q. Shahloshkamni ko'p yigitlar bilan ushlab qolganman. Yaqinda yana bittasi bilan ushlab qoldim. Shahloshkam bu meni akam dedi. Lekin familiyasi ikki xil. Bu akacha Shahloshkamni jonim deb chaqirdi. Singiljonim demoqchi bo'lgandir-da. Shahloshkam hech qachon meni aldamagan. U siz bilan pul uchun gaplashmayman derdi. Lekin men shunda ham unga kuniga $200 berardim. U esa yo'q, bu kam derdi. Shahloshkamni kun bo'yi telefoni yoniq turadi. Lekin kechasi o'chirib qo'yadi. Endi yaxshi qiz-da, vaqtli uxlasa kerak-da. Keyin telefonni obedda yoqadi. Telefon qilsam, telefon qilmang, kechasi bilan uyda emas edim, endi keldim, charchaganman deydi. Nima ish qilgan kechasi bilan? Shahlo hamma narsaga o'z kuchi bilan erishgisi keladi. Shu uchun menga konditsioner olib bering, terlab ketyapman dedi. Men doim savdo qiladigan Imkon do'koniga olib bordim. U yerda hamma bitovoy texnikalar bor. Aksiyalar qilishadi, skidkalar qilib berishadi. U akalar uyingizni razmeriga qarab, o'zlari maslahat berib, narsalarni sotadi. Aldab sotmaydi. Keyin konditsionerlarni olib chiqib, Shahroni uyiga olib boraman desam, yana bitta begona akacha turibdi. Yo'q, o'zimiz olib boramiz deb uyiga ketishdi. Bir kun men Shahloshkamga konkret gapiraman deb qaror qildim. Shahlo, hayotingizda mendan boshqa hech kim yo'qmi? Million marta aytganman, sizdan boshqa hech kim yo'q. Men birinchi marta so'rayapman-ku. Uzr, Sardor aka, tashib ketdim. Meni ismim Bobur-ku. Suv ichib kelay, mana. Endi aytinglar-chi, men kimman? Kommentda yozinglar. Faqat so'kmanglar. Shahriyor aka $1000 beraman agar hozir kenamni bitta ursangiz. Ukajonim $1000 emas, $10,000 bersang ham urmayman, ayol kishi urib o'ladim. Kenay unda sizga $1000 beraman. 500 ni ber xatyabi? Yo'q, men peshona terim. Hech peshona teringmasan. Og'ay, kerak emas. Bo'pti, seninkini qaytarib beraman. Qizim, telefonni bera. Xizmatchadan bir marta so'raydimi, 2-3 marta so'rash kerak. Sen shart emas debsan. So'rab bergancha urib ber. O'lakka tush, shashlik olib qornim ochmani. Gapirmajim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Birodar Najim. O'ninchi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketaman, lekin nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni qaytib topganim. Aslana sekin, povutga berdim. Somsa desa somsa, gumalar ham olib berdim. Bu qo'shiqni yozdim Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifat-shirinlikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik ber eding. Qo'madi desam azgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Qasam shuni menga bering. Mana beraymi senga? Bitta narsa beraymi? Men pichangni beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichang men bilan qoladi. Mana shu sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay, paka. Shoh aka. Gapirmajim. To'xtanglar. Nima bo'ldi? Xalqqa bermaysizmi? Yaxshi eslashing. Butun yurtimiz hozir rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymizda, bunga qidiramiz, xo'pmi? Nima bo'ldi? Dinangni eri bo'ldi, Erchi! Yo, ersirab, o'la, singlar, sal o'zingni yig'ishtirib ol. Yer kerak. Yig'ishtirib ol o'zingni. Yer kerak.